Beşinci şart rastçılık. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İmam Hafiz el-Hakami rahimullah'ın La ilahe illallah'ın şartları risalesinden beşinci şart rastçılık temisini okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Beşinci şart rastçılık. La ilahe illallah'da rastçıl buluş, bu husustaki yalğançılıkni, kazzaplıkni rad kılıdı. Bu cihetteki rastçılık şu ki, kişi La ilahe illallah'ni çin kalbiden çıkarıp deyişi, tilide eğitkini dilideki bilen birdek buluş gerek. Allah subhanahu ve teala Sure Ankabut 1. ayetinden 3. ayetigacha shundoq deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Elif lam mim. Ehasiben nasu en yutraku en yekulu آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Tercümesi Elif, Lam, Mim. İnsanlar iman ettik deb qo'yish bilanla sinalmay terk etilimiz deb o'ylamdi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatan sinidik. Allah imanida rastçıllarni cho'qim bilidi. İmanida yolg'onchilarni cho'qim bilidi. Allah subhanahu ve teala yalğandan La ilahe illallah degan munofiqlar to'g'risida Sura Baqara 8. oyatidan 11. oyatigacha shundoq deydi. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Tercümesi kişiler arasında Allah'a ve ahiret günüge iman ettik degichiler var. Amaliyatda ular iman etmaydi. Yani ağzıda işendik degini bilen ko'nglida ishonmaydi. Ular Allah'ni ve müminlerini aldamoqchi bo'ladi. Haqiqatda ular tuymasdan o'zlarini aldaydi. Ularning dillarida kesal, ya'ni munofiqlik ve shaklanish bor. Allah ularning kesilini kuchaytirib etdi. Yalg'on so'zlaganliklari, ya'ni yolg'ondan iymonni da'vo qilganliklari ve Allah'ın ayetlerini mesxir qilganliklari uchun ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa, biz isloh qilg'uvchilarmiz deydi. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de nurg'un joyda, masalan Baqara, Ali İmron,
Nisa, Anfal, Tavba va başdan oxiri shular to'g'risida to'xtalgan Munafiqun suralarida ularning razil abdi bashirisini ichib tashlagan. Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslimda Muaz ibn Jabal radiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan: Kimki chin qalbidan Allohdan boshqa ibodatga loyiq iloh yo'q, Muhammad uning bandisi va rasulidir deb guvohlik bersa, Alloh uning do'zaxni harom qiladi. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo la ilaha illalloh degan kishining do'zaxdan qutulishi uchun bu shahodatni chin qalbidan aytgan bo'lishi kerakligini shart qilgan. Agar birov la ilaha illallohni chin qalbidan tasdiqlamasa, uning tilida la ilaha illalloh deb qo'yishining hech qanday foydasi yo'q. Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslimda yana Anas ibn Malik va Talha ibn Ubaydulloh radiyallohu anhumadan rivoyat qilingan hadisda Bani Sa'ad ibn Bakr qabilasidan bo'lgan Dammam ibn Sa'laba degan kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan islomning qoidalari to'g'risida so'raganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga bu jihatni ko'rsatma bergan. Ondan u, ya'ni Dammam ibn Sa'laba radiyallohu anhu, buningdan boshqani qilishim kerakmi deb so'ragan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javoban: "Yo'q, xohlasang nafl amallarni qilsang bo'ladi" deb javob bergan. Shuning bilan Dammam ibn Sa'laba radiyallohu anhu Alloh bilan qasamki, men buningdan ortiqmi qilmayman, kammi qilmayman degan. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar u gapida rostchil bo'lsa, nijotlik topadi degan. Boshqa rivoyatlarda agar u rostchil bo'lsa, jannatga kiradi deyilgan. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning nijotlik tepishi va jannatga kirishi uchun iymon davosida rostchil bo'lishini shart qilgan. Alhamdulillah, yuqorida İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning La ilaha illallohning shartlari risolasidan 5-shart rostchillik va uning dalillarini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.